Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda 23 aprel kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi. Shamol g'arbdan 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-17 daraja, kunduzi 20-22 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Muhim hodisalar 22-23 aprel kunlari respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.